Aka nima ish qilish kerak ekan? Orqaroq turib mashinani qirib tashlaysan-ku. Ozgina farosatdan ham bermagan-da bularga. Orqaroq turaver, gaplashaveramiz shunda. Hop aka nima ish qilish kerak ekan? Kunbayni ish bil ishlayapsan. Kunbay aka 300 ming 400 mingdan ishlayapmiz. Nima ish ekan o'zi bilsa bo'ladi. 300 ming 400 ming qatdan olsan bunaqa narxi. Normal ish ishlab turib bizni topmayapmiz-ku kuniga. Nima ish deysan, bor ko'rasan ishingni. Kuniga 100 ming so'mdan beraman senlarga. Aka, kun ham sovib yotibdi. Mehnatimizga yarasha pul so'rayapmiz. Nima ishligini ham aytmayapsiz-ku, nima qilish kerak o'zi? Menga qara, chumo. Bakoydan qo'lingni olgan. Gapni ko'paytirma. 100 mingdan beraman uchalangga. Nima bo'pti? 1-2 soat ishlaysan, qaytib kelasan. Bari ertalabdan kechgacha turibsanlar, prosta qiladigan ishlaring yo'q. Nima qilasan narxini oshirib? Aka, narx oshirayotganimiz-ku, mehnatimizga yarasha pul so'rayapmiz. O'zi mardikor bo'lsang, senda qanaqa mehnatga yarasha pul bo'ladi, ukam? Boshni qotirmasdan o'tir, ishni bitirasan, kelasan. Aka, biz ham odammiz. Ja bunchalik kibrlanmang. Tarkibimiz bitta-yu. Sizga shu mol-u dunyolarni kim bergan? Bilay, o'zidan bular domlani yoqib oldi-yu. Xudo bergan. Sizga shu mol-u dunyoni bergan Alloh bizga ham berishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Bizlarni mardikor qilib qo'ygan. Sizlarni ham mardikor qilib qo'yishi mumkinmi? Mumkin. Nimangizga kerilyapsiz? Siz ham bitta biza qatori odam ekansiz-ku, aka. Ketdim. Aka 100 ming bo'lsa ham hisobga o'raylik. Menga qarab, bitta narsani esingdan chiqazmagin. Avvaliy xor bo'lsa, oxiriy xor bo'lmasin. Tushundingmi? Bunaqa dalbo'yibdi tiklayapti. Yur ketdi boshqa ish qilamiz. Şahırlardan saylanır, şahırlardan saylanır.